Hammaga salom o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xo'p. Bugun Sejong universitetidan yana bir navbatdagi vlog. O'tgan vlogda ham ko'rgan bo'lsanglar kattaga rahmat. Ko'rmaganlar bo'lsa kanalga o'tib ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Bugun bizda dushanba 16-mart kuni shu dushanba full study day, ya'ni o'qish kunim. Chunki 9 dan 12gacha bitta darsim bor, 3 soat. Ondan keyin 1,5 soatdan keyin 1,5 dan 3gacha, 3 dan 4,5gacha yana ikkita darsim bor. Xo'p, shunda 3 ta dars. Ertalab 9 dan 4,5gacha bor. Hozir 8:30. Metroga ozgina kech qolyapman, tezroq borishim kerak. Xullas, bugun shunaqa bir kunlik to'liq vlog ko'rasizlar. Albatta, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Metroga chiqib yoki bemalol bo'lib videoni davom ettiraman. Hozir men tezlashim kerak. Mana mahalladan chiqishdagi atmosfera. Kamera qimirlay turganligi uchun uzr aytyapman, sal kech qolyapman, shuning uchun tezlashim kerak. Bizda rayonda shunaqa mahallasi, mana metro, hozir men metroga tushib ketaman. Va nihoyat universitetga yetib keldim. Umuman bor dars boshlanishiga normalni zo'r yaxshi universitetga kirishi bo'ladigan bo'lsa, masjidga kirishi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda to'g'rida hozir birinchi darsim bor, nomi public speech. 9 dan 12gacha 3 soat bo'ladi. Hozir endi o'sha darsga qarab kirib ketyapman. Keyin boya bitta narsa e'tibor bergan bo'lsanglar, men hozir o'zimda kvartiramdaman. O'tgan safar videoda boshqa sheriklarda kvartirasi dedim. Hozir o'zimning kvartiramga ko'chdim. Bu yerda ham sheriklar bilan 3 kishi bo'lib turamiz. Xullas, hozir mana darsga qarab kirib ketyapman. Xo'p, mana shu binodagi, ko'rsatgan binoimdagi darsimdan chiqdim. Hozir endi bizda soat 11:30, 1:30da darsim bor, 2 soat bo'shman. Shu 2 soat vaqtida universitet kutubxonasiga, libraryga kirib darslarimni qilib olishim kerak. Hozir bundan keyin bo'ladigan darsimga assignment berilgan, o'shani tezroq qilib tayyorlab topshirishim kerak. Library adashmasam mana shu bino bo'lishi kerak. Mana bu bizning biznes bino. Asla mana bu yerda bizda kavislarimiz bo'ladi. Bu Student Union Building bo'ladigan bo'lsa, xullas hozir masjidga boramiz. Xullas, mana universitet kutubxonasi. Bu polni kutubxona, pastdan tepagacha. Hozir kirib turib bemalol joylashib sizlarga video qilaman, chunki hozir kirishda student ID ko'rsatish kerak, bu uchun telefon kerak hozir menga. Xullas shunaqa. Xullas shu universitet kutubxonasi. Hozir sekinroq gapiryapman. Birinchi etajdan hozir. Mana bu yerda shunaqa joylari bor. Hozir sekin gapiryapman boshqalarga xalaqit bermaslik uchun. Bu hozir birinchi etaj edi, xullas. Ikkinchi etajga hozir chiqib ketyapman. Ikkinchi etaj shu asosiy birinchi etajdan. Birinchi etaj bu podval hisobida. Bitta ham xuddi shunaqa boyagi ko'rsatilgan daqiqa. Faqat sal boshqacharoq bu yerdagi interfeys. Hech kimga xalaqit bermagan holda. Mana bu yerda o'sha universitetda libraryni, kutubxonani bu chiqish qismi. Mana xullas masjiddan chiqdim. Bu yerda qo'ygan boshqa binolar ham bor. Xullas darsimni qilib bo'ldim. Hozir kutubxonadan chiqdim. Yarim soat bor. Keyingi darsimga hozir 1 bo'ldi. 1,5da keyingi darsim. Ungacha hozir shunaqa aytdan betga o'tib vaqtimni o'tkazib turaman. Asosiysi hamma assignmentlar topshirib bo'ldim. Hech qanaqa topshirishim kerak bo'lgan dars qolmadi. Faqatgina shu dars o'zi boshlansa bo'ldi. Qolgan ikkita fanim xuddi mana shu Sejongda xuddi mana shu binosida bo'ladi.
Xullas, hozir yana kech qolyapman, yana tezroq ketishim kerak. Darsga kelib chiqib, keyin yana video olaman. Mana boshqa Xo'p, ikkala fanimdan ham chiqdim. E'tibor bergan bo'lsangiz, faqat xo'p deyapman har bitta kadrga boshlanishda xullas. Shunaqa kreditga olsang kiyman. Sekin. Xullas, ikkala fanimdan ham chiqdim. Bugun o'qishim tugadi, soat 4 dan o'tdi, 4:30 ga borib ketyapti hozir. Student in buildingga borib, ertaga ID karta uchun hujjat topshirishimiz kerak, shunga hujjat chiqarib olishim kerak. Ana shu to'g'ridagi binodan. Hozir endi shu yerga kirib kerakli o'zimga kerakli bo'lgan hujjatni chiqarib olaman. Shu bilan magazinga o'taman. Magazindan keyin uyga. Xo'p, nihoyat va yana xo'p deb boshlayapman. Nihoyat yarim soat navbat kutish, yarim soat chuqurlash bilan oxiri o'zimga kerakli bo'lgan dokumentni chiqarib oldim. Endi sekin navbatga getni orqasidagi otning qurug'i nima metroga kirib, xullas supermarketga borib, uyga bozorlik qilish kerak. Bozorlikcha uyda ozgina narsalar qolmagan edi, shularni olib keyin yana to'g'ri uyga qaytariladi. Mana stet bitta qanaqadir namoyish bo'lyapti. Hozir sizlarga 22억입니다. 아마 올해 2.몇% 올린다고 하는데 그보다는 많을 겁니다. 세종호텔 영업이익으로 학교 운영하면 등록금 안 올려도 됩니다. 그러니까 mana sizlarga Koreya metrolari. Bu yerda mana yozib qo'yadi o'zi qaysi liniyadagi shu metro qayerga ketadi, shu narsalar hammasi yozib qo'yiladi. Xo'p, endi bu yerda agar adashmay turgan bo'lsam, setdan tushishim kerak. O'zi boshqa tushadigan joyim yo'q. Mana bitta yozib qo'ygan. Qaysi nima qayerga ketishini. Hop, misol uchun bu tarafdan o'tadigan bo'lsangiz qayerga ketasiz, bu tarafdan o'tadigan bo'lsangiz qayerga ketasiz. Shu narsalar polni tushuntirilgan. Hozir men bu yerga mana Konkuk University Stationga borishim kerak. Bu ashi bu ham oson, bu yerga kartani shunday tekkazaman, bo'ldi. Men mana tushib ketsam mana. Mana bitta ham birinchi bo'lib metro qaysi tomonga ketishini yozib qo'ygan. Mana Gunjadan kelayotgan Konkuk University Station tomoniga ketadi. Hozir men shu bitta stansiyada tushib qolaman. Men bitta hozir o'zi bitta monitor ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi mana bitta. Mana hozir metro qayerdaligini ko'rsatib qo'ygandek kelib turib, hozir shu men turgan Children's Grand Park Stationga yetib keladi. Xullas, hozir bemalol mana shu supermarketga borib, magazinga borib, keyin yana davom etamiz. Xo'p,
nihoyat yana sananglar nechta hol dedim. Xo'p deb necha marta aytdim. Shu videoda sanab qo'yinglar. Xo'p. Xullas, o'sha bekatga tushdim, bitta stansiya yurib, bitta bekatga yurib. Mana bu yerda o'sha Imartga kiraman. Imartdan uyga narsa olish kerak. Mana bu yerda Lotte Department Store bor. Shunaqa katta mall, xullas, shopping mall. Keyin bitta narsa, agar videoga like bosmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bu uchun albatta sizga kattakon rahmat. Shuncha kontent qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Bundan ham ko'proq qo'llab-quvvatlashni xohlamoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada va sanada donat uchun ссылка bo'ladi. Bunga ham kattakon rahmat. Xo'p, videoni boshlayotganimdek, yana bitta qo'yib. Videoni boshlayotganimdek, nihoyat o'zimni kvartiramga ko'chganman. O'tgan hafta dushanba kuni, bugun bir hafta bo'ladi mana. O'zimni kvartiramga ko'chganimga, undan oldin shu birga kelgan, men bilan birga kelgan sheriklarni kvartirasida edim. Mana shunaqa gaplar. O'zim endi u kvartirada ko'rgan bo'lsanglar, o'sha yo'llari uzoq edi, balandpastliklar ko'p edi. Hozirgi o'zimni kvartiramda universitetga ancha yaqin rayon. Bir 4 dan 5 dan stansiya yuradi. Xullas, uydan universitetgacha 20 minutlik yo'l. Metrodan agar qolib ketmasam, chunki metro sal vaqti sekinroq, har 7 minut 8 minutda bitta keladi. Shuning uchun agar yurib borsam, shunaqa 2 minutda borsam bo'ladi. Agar ulgura olmasam, iloji yo'q, cho'zilib ketadi bu narsa. Xullas, mana Imartga ham yetib keldim. Mana atrof muhit. Ichkarida menimcha unchalik ko'p videoga olmasam kerak, odam ko'p. Kardislarda chiqadi. Katta ehtimol, shuning uchun shu bilan yo chiqib olaman, yo bo'lmasa iloji bo'lsa ichkarida yana olaman. Xo'p, mana oladigan narsalarimni oldim. Endi sekin xullas bu kadr qanaqa chiqadi bilmayman. Bitta qo'lda zo'r olyapman. Teskari bo'lib qoldi-da qo'lim. Xullas, bitta Koreyada non ozgina muammo. Bitta nonlarda to'g'risi bilmayman, yesa bo'ladimi yo'qmi. Shuning uchun hozir O'zbek magazinga ketyapman. O'zbek magazinga borib, o'sha yerdan o'zimizni yopgan non, voynon, xolos qanaqa bo'lsa ham o'zbek nonni olaman. Mana atmosfera. Rasman bu Sejong bo'ladigan bo'lsa, yana bitta orqa tarafidan ozgina kelganda bitta shunaqa o'zbek do'kon bor. Hozir ozgina yuramiz. Bu maysa Sejongning orqasidagi mahalla. No, reklamaga pul berishmagan bo'lsa ham, Rizvon markaz. Ulgurdim. Vay be. Xullas, mana nonni ham oldim. Nimada atmosfera bitta ko'rib olaylar böyle. Hop. Yana magazinda odam ko'p ekan, ko'rdinglar o'zinglar, shuning uchun kadrda oxirigacha olmadi videoni. Xullas, o'sha kichkinacha bo'lsa ham o'zbek magazin bor. Sejongning orqasida hatto qanaqadir halol ovqat emas, endi halol ovqat uchun halol mahsulotlar olgani, unaqa ovqat juda qiladigan bo'lsangiz muammo emas. Bemalol shunaqa o'zbek magazinlardan borib mahsulot olib, halol mahsulot olib, bemalol o'sha ovqat qilib yesangiz bo'ladi. Men ham shunaqa qilyapman. Hozircha
O'zbekistondan olib kelgan tushungalarim tugagani yo'q. Tugasa shu halol magazinlardan go'sht olib ovqat qilaman. Shunaqa qiladigan bo'lsa, mabodo baribir Koreyaga keyinchalik keladiganlar bo'lishi mumkin. Bunaqalar bo'lmasa videoni ko'rmasa kerak menimcha. Shularga sizlarga tavsiya, bu yerga kelib turib ko'chada ovqatlanish to'g'risida juda ham qimmatga tushib ketadi. Rasxodlaringiz anchagina ko'payib ketadi. Uyda qiladigan bo'lsangiz ham nima desam, halolligiga ishonchingiz komil bo'ladi. Halol magazinlar bor, halol kafe, restoranlar bor, lekin juda ham qimmat ular. Shuning uchun uyda qilib bersangiz o'zingizga ishonchingiz ham bo'ladi. Anchagina arzonga ham tushasiz. Anchagina o'sha xarajatlaringizni tejagan bo'lasiz. Ular shunaqa gaplar. O'zim hakkillab qoldim. Narsalar bilan qo'limdagi narsalar og'ir. Hozir endi metroga borib bitta liniya yuraman, bo'ldi shu buni. Shu uyda yaqinda joylashgan videoni boshida o'zim chiqqan stansiyaga borib tushaman. 10 minutda yursam, 10 minut yursam uyga o'zi kirib boraman. Shunaqa gaplar. O'zi shu ko'chaning qoribdan metroga o'zi kirib qoldim. Xullas mana metrodan tushib oldim. Oxirgi o'sha metroga shu bilan endi uyga. Mana bizda rayonda kechki paytdagi ko'rinish. Hozir mana bu yerdan o'tamiz. Mana metro boya ertalab videoni boshida chiqqan metro. Mana bizni rayonda qolgan o'sha qismlar. Xullas shunaqa gaplar qilib ketaveramiz endi. Bitta qo'lda olib ketyapman. Shunday ham qo'lim qiyshaydirib anaqa qilib. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, kadr bo'yicha qanaqadir muammolar bo'lsa, endi boshlanish professional emas, shuning uchun. Bahona. Gapirmagan joylarimni kesaveраman. Shunaqa joylar. Xullas, bugungi kunim shunaqa o'tdi. Mana ko'rdinglar o'zinglar. Uyga ham hozir 5 minut 10 minut yo'l qoldi. Shu bilan hozir vlogni tugatsam bo'ladi. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu uchun sizlarga kattakon rahmat va qo'ldan kelgancha donat qilsanglar juda ham xursand bo'lardim. Kontent rivoji uchun bularga alohida rahmat, kattakon rahmat donat qilmoqchi bo'lganlar yoki qilganlarga. Xullas shu kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi video nima haqida bo'lsin, keyingi videoda nima haqida gapiray, nima haqida olib chiqay keyingi videoni. Har safar vlog bo'ldirmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun albatta yozib qoldiringlar. Mana shu mavzu bo'yicha video qiling deb kommentariyada. Men qo'ldan kelgancha o'sha sizlar aytgan mavzuda o'zim video tayyorlab olib chiqib beraman. Shunaqa gaplar xullas. Bo'ldi shu. Bugungi vlog hammaga xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.